Assalomu alaykum. Mana bunaqa tovuqlardan boqib ko'rganmisiz? Bular bozorda eng arzon tovuqlar. Ayniqsa tulaganlari 50 mingdan beradi. Siz yaxshilab bir donga to'yg'izing. Ko'ryapsizmi tuxumlarni? Bular ham tug'adi. Bular bir tug'ishga kirsa, yangi pat chiqarib, to'xtamasdan tug'adi. Uncha-munchaga kasal bo'lmaydi. Bular emlangan bo'ladi. Qizilidanmi, mana bunaqa oq rangidanmi, tulaganlardan, arzonidan 10 ta boqib ko'ring. Men bultur o'tgan yili har yil 10 ta olib boqib ko'raman. Bular patini chiqargandan keyin to'xtovsiz tug'adi. Siz bir 50 ta tulaganidan ongdagin patini chiqarib, tuxumga kirgizib, bozorga olib chiqib soting. Mana bu ham pul. Ko'ryapsizmi tuxumini? Obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Jo'jadan katta qilib tuxumga kirgizaman deganingizcha, bulardan ongdagin patini, tulagan patlarini chiqarib, tuxumga kirgizib, bozorga soting. Sizga eng tez daromad. Ular ozg'in bo'ladi. Bir to'ydirsangiz to'xtovsiz tug'adi.